Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Ad-darsu rabi'u. 4-dars. Bugungi darsda ikkita masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi harfi jarlar fi ala, ikkinchisi ismi istifham ayna. Harfi jarlar. Arab til olimlari harfi jarlarni ba'zilari 20 ta hisoblagan bo'lsa adadini, ba'zilari 21 ta hisoblab o'tishgan. Bugungi darsda ikkita harfi jarni o'rganamiz. Birinchi harfi jar fi. Uning 10 ga yaqin ma'nosi bor. Ya'ni fi 10 xil ma'noda keladi. Bu yerdagi ma'nosi u zorfiyadir. Ya'ni biror narsani ichida bo'lmoq. Ikkinchi harfi jar aladir. Uning 9 ga yaqin ma'nosi bor. Ya'ni u 9 xil ma'noda keladi. O'sha ma'nolardan biri isti'la, ya'ni biror narsaning ustida bo'lmoq. 21 ta harfi jar nima vazifani bajaradi? Harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi. Diqqat bilan e'tibor bersangiz, harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi deyapti. Demak, o'zidan keyin ism keladi. Fe'l ham, harf ham harfi jardan keyin kelmaydi. Fe'lga masalan, fi uktub, fi iqro bo'lib, harfi jarlardan keyin fe'l kelmaydi va harfi jarlardan keyin harf ham kelmaydi. Fi na'am, fi la kabi. Balki harfi jarlardan keyin ayni ism keladi. Masalan, kitobda berilgan misolni qarasak, fil bayti. Fi harfi jardan keyin ism kelmoqda. Al bayt, uy. Fil masjidi. Fi harfi jardan keyin al masjid, masjid ism kelmoqda. Alal maktabi, alas sariri. Misollarida ham ala harfi jardan keyin al maktab, stol, ya'ni yozuv taxtasi, as-sarir, yotoq kelmoqda, ya'ni ism kelmoqda. Harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi. Jar o'zi nima? Jar u asli kasradir. Ya'ni jar deyilsa aslida kasra tushuniladi. Harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi degani o'zidan keyin kelgan ismni oxirini kasra qiladi deganidir. Lekin ba'zi ismlar kasradan boshqasi bilan ham jar bo'ladi. Buni o'z o'rnida keyingi darslarda tushuntiriladi. Harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini aslida kasra qilar ekan. Masalan, quyidagi misollarga qarasak, al-baytu oxiri dommalik harfi jar kelgandan keyin fil bayti bo'lib, oxirgi harfining harakati kasra bo'ldi va bu kasrani harfi jar fi olib keldi. Keyingi misolda ham al-masjidu oxiri dommalik, lekin harfi jar fi kelgandan keyin fil masjidi bo'lib, dalning harakati kasra bo'ldi va bu kasrani harfi jar fi olib keldi. Shuningdek, al-maktabu oxiri domma, harfi jar ala kelgandan keyin alal maktabi bo'lib, oxiri kasralik bo'ldi va bu kasrani harfi jar ala olib keldi. As-sariru ham dommalik, ala harfi jar kelgandan keyin roning harakati kasra bo'ldi va bu kasrani harfi jar olib keldi. Harfi jardan keyin kelgan ism ismi majrur deyiladi. Masalan, fil bayti, fi harfi jar, al bayti ismi majrur. Alal maktabi, ala harfi jar, al maktabi ismi majrur. Bugungi darsda ikkinchi o'rganiladigan masala ayna. U ismi istifhamlardandir. Ya'ni so'roq uchun ishlatiladigan ismlardan, so'roq olmoshlaridandir. Ma'nosi gapda kelgan e'robiy o'rinlariga qarab qayer, qayerda, qayerga degan ma'nolarda keladi. Bu o'rinda qayerda degan ma'nodadir. Ayna ismi istifhamlardan bo'lganligi uchun gapning avvalida keladi. Ismi istifham ayna bilan so'raluvchi shaxs yoki narsaning makoni, ya'ni joyi so'raladi. Masalan, ayna Hamidun? Hamid qayerda? Bu misolda ayna bilan shaxs, ya'ni Hamidning makoni, joyi so'ralmoqda. Hamidun fil masjidi. Hamid masjidning ichida deb Hamidning makonini, joyini xabar berilmoqda. Keyingi misolda aynal qittu? Mushuk qayerda? Bu misolda ayna bilan jonivor, mushukning joyi so'ralmoqda. Al qittu fid dari. Mushuk hovlining ichida deb mushukning joyi xabar berilmoqda. Keyingi misolda esa aynal kitabu? Kitob qayerda? Ayna bilan kitobning, narsa, buyumning makoni, joyi so'ralmoqda. Al kitabu alas sariri. Kitob yotoqning ustida deb kitobning joyi xabar berilmoqda. Demak, ayna ism istifham bilan so'raluvchining makoni so'raladi. Xoh u shaxs bo'lsin,
Hamid kabi, xoh so'raluvchi jonivor bo'lsin, mushuk kabi, xoh so'raluvchi narsa buyum bo'lsin, kitob kabi. Bugungi darsning xulosasi, bugungi darsda biz ikkita masalani ko'rib chiqdik. Harfi jar va ismi istifhamni. Harfi jarlardan ikkitasini o'rgandik. Fi biror narsani ichida degani, ala bo'lsa biror narsani ustida degani. Harfi jarlar 21 ta bo'lib, ularning vazifasi o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi. Harfi jarlardan keyin ism keladi va ularning oxirini harfi jarlar jar qiladi. Jarning asli kasradir. Harfi jardan keyin kelgan ismi majrur deyiladi. Ismi istifham ayna bilan so'raluvchi shaxs yoki narsani joyi, makoni so'raladi. Xoh shaxs bo'lsin, xoh jonivor bo'lsin, xoh narsa buyum bo'lsin. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.